Azim aka, atalarni ham trendga chiqarib yubordingiz aka. Hamma ishni mehr bilan qilsa ham ko'jonim trendga chiqadi. Xullas, atala o'zi qanaqa taylanarkin deb Qoraqamishga keldik. Tong sahardan ish boshlanib, birinchi qo'chqor dumbalari to'rtburchak shaklda to'raladi. Keyin uni qozonga solib qizdirishar ekan. Boshqa tomonda qo'y va mol go'shtlari mayda-mayda. Piyozli bo'lsa, parray qilib qozonga tushishga shaylanib turibdi. Dumbalar ham erib, jizalarimiz tillarang ko'rinishga keldi. Endi uni ko'tarib olib, ustidan tuz sepiladi. Yog' yanada qizigan bo'lishi kerak ekan. Olovni ko'tarib, birinchi piyozni solamiz. Suvlari chiqib, ranglari qizarib qovurilsa, atalarning mazasi shunda bo'ladi dedilar. Piyozni tayyor. Endi navbat go'shtga. Oshpaz akalarimiz go'shtni jaz qovurishgandan keyin ketidan tuz va ziravorli qozonimiz mehmoni bo'ldi. Mayda qilib to'g'ralgan piyoz solishdi. Ana endi atalarni atala qiladigan mahsulot, ya'ni unni navbati. Un solishda hushyorroq bo'lish kerak ekan. Oz-ozdan yedirib solmasangiz, atalingiz bir tekisda chiqmas ekan. Va nihoyat qozonga suv quyish jarayoni. Keraklicha suv solingach, miltiratib qaynash boshlanadi. Bu kelgan joyimiz ko'pchilik bilgan Qoraqamish osh. Agar mabodo bilmasangiz, Telegram kanalimga lokatsiyasini tashlab qo'yaman. Bay, atala pishdi. Ranglari ham ishtah ochar. Suyukligi maromida. Yoniga jizza ham qo'shib berishar ekan. Qara endi mazasini ko'ramiz. Mazasi antiqa. Odamga yoqadigan issiqlik kirdi ichimga. To'g'risi bu atala bolaligimdagi atala serpiyoz va bemaza ovqat bo'ladi degan psixologik travmalarimni ham tuzatib yubordi. Albatta siz ham kelib ko'ring.